Voy, hil pishdi. Qo'lim ham biram shirinda. Nimaga buni ta'mi g'alati? Ovqatda ham shunaqa pishiradimi? Voy, nima qilibdi? Nima qo'shib pishirgansa umuman mazasi yo'q. Bozorda eng yaxshi go'shti bilan qimmat ziravorlar solganman. Salatingda ham mazasi yo'q. Qanaqa xotinsan, hech bo'lmasa salat deplab qila olasanmi? Salatni siz yaxshi ko'rgan restorandan zakaz qilganman. O'zi aytgan suv poveri chet eldan kelgan deb. Birontasini mazasi yaxshi emas. Yig'ishtir. Nimaga? Yig'ishtir dedim. Essiz. Shuncha narsa isrof bo'lar ekanda. Opa! Tog'a! Tog'ajon! Qalasizlar? Voy, ukajon, keldinglar. Voy, bir og'iz aytmabsan-da, ukajon, yaxshiroq ovqat qilib qo'yardim. Ha, xijolat bo'lmang, opa. Mashinadagi narsalarni olib kel. Aha, hop. Vau! Qani, olinglar. Bismillah. Hil bo'lib ketdi. Qanday bunday shirin qilib pishirding? Qani salatdan yeb ko'raylik qani? Bismillah. Salatdan buncha mazali. Opa bitta yeb ko'ring-da. Haqiqatda shirin ekan. Chet elda oshpazlar baribir boshqachadan endi pastda nash restorandan zakaz qilib bo'ptimi? Men qarang, boya shu ovqatlarni bemaza, ta'mi yo'q deyatuvdingiz. Qanday bir pasta shirin bo'lib qoldi? Bitta narsani tushundim, xotin. Ovqat shirin qiladigan narsa qimmat masalliq, chet elning oshpazi emas ekan. Har bir narsani mazali qiladigan narsa jigarlaring bilan baham ko'rishingda ekan. Bolalar astiraq denglar, menga ham qolsin. Olinglar. Jigarlarim bor, mening jigarlarim. Jigar, bayramlar muborak bo'lsin. Yangi yilda bahona qilding, tug'ilgan kuningda bahona qilding, 14-yanvarda ham bahona qilding. Hech bo'lmasa Ramazonda bir marta iftorlikka eri sariq bola pizzada qara, bitta pepperoni pizzasi, chicken barbekyu, bu yoqda sirni ranch, suv, xurma. Bularning hammasi avval 158 ming bo'lgan ekan. Hozir bayram munosabati bilan 119 ming bo'libdi. Hech bo'lmasa endi eriysan, bir martagina iftorlik otni o'ldirmaydi-ku, sen dunyoing ketmaydi-ku. Mana shu videoni sizga iftorlik qarz bo'lgan do'stinglarga, jigaringlarga jo'natib qo'yinglar. Agar sizlarga haqiqatda jigar bo'lsa, mana shu safar aniq iftorlikka eriydi. Sariq bola pizzada kutamiz. Kelinglar. Bizlarda eksklyuziv raqs bo'ladi. Tayyormisizlar? Marhamat. Странный молодой пары как домой. Ana. Nechi baho? 10 baho. No. Nechi baho? Olovchiga arziydimi? Ket.